Osmani sultanları. Sultan 3. Selim. Osmani dövletining 28. padişahı. Hüküm sürgen devri 1789 yıldan 1807 yılgacha. 3. Selimning shahzodalik vaqtidagi yaxshi pozitsiyasi va muomalasi taxtga chiqqanda xalqning qo'llashiga yo'l ochdi. Eng cho'ng masala 1787 yili boshlangan Osmoniylar Rus urushi edi. 1791 yili va 1792 yillari Avstriya va Rossiya bilan tinchlik kelishimnomasi imzolandi. Qrimni elish uchun ichilgan urushda Qrimni ololmaganni az deb boshqa joylarga qo'ldan ketdi. 1798 yili 17 iyulda Osmoniylarning bir o'lkasi bo'lgan Misr fransuzlar tarafidan ishg'ol qilindi. 1801 yili Misr qaytadan Osmoniylar hokimiyatiga kirdi. 3. Selim g'arbdagi taraqqiyot haqida ma'lumot to'plash uchun Yevropaga ishonchli odamlarni avatdi. Bu ma'lumotlarga asosan yangilik harakatlariga kirishib ketdi. Nizomi jadid yangi bir armiya qurdi. G'arbcha tarbiyalash maqsadida Fransiyadan mutaxassislarni ilib keldi. Askarlarga yangi tipdagi forma kiydirlatdi. 3. Selim Parij, Viyna va Londonga o'xshash poytaxtlarga doimiy elchi o'rinlashtirdi. 3. Selimning bu islohotlari piyoda askarlar birligi va ba'zi davlat arboblari tarafidan qarshilikqa uchurdi. Yangilikqa qarshi turg'uvchilar Terakchi Mustafa boshchiligida qo'zg'olon ko'tardi. 3. Selim 1807 yili İstanbulda chiqqan isyon natijasida taxtdan tushirildi. 3. Selim muzika bilan mashg'ul bo'lib, ney chalatdi. Hozirgacha yetib keladigan nurg'un melodiyalarni yezib qoldirdi. الصديق فخرا وابن عفان البعر سلان والفاتح عثمان وابنة شفين والغازي سليمان